Toshkent shahridagi Central Asia Expo O'zbekiston xalqaro ko'rgazmalar markazida Inaprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. 28-apreldan 30-aprelga qadar davom etadigan ushbu ko'rgazmada Unicorn Soft kompaniyasi ham o'zining dasturiy mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Aziz kuzatuvchilar, kelajakda ana shunaqa ishlanmalarni hali ko'p bor guvoh bo'lishimiz mumkin. Bugungi kunda IT texnologiyalar kirib kelgan davrda istiqomat qilyapmiz. Farzandlarimiz va kelajak avlod uchun bu kabi IT ishlanmalarni hali ancha foydasi tegadi. Buguncha esa biz ana shu robot bilan tanishdik. Qani? Qo'yil. UzFace tizimi orqali bugun bu robot meni tanidi va to'g'ridan to'g'ri biz yaqindan do'stlashib oldik.